1 metr 266 ming so'm degan sokilimi juda ko'pchilik tushunmayapti ekan. Qanaqa holatda bo'ladi, nima holatda bo'ladi. Bu Ko'ksaroy suyliq. Bizga qanaqa holatda kelishini ko'rsataman. Ko'ksaroy suyliq mana shunday ko'rinishda keladi. Eni 60 talik, bo'yi 1.55 yo 1.60. Mana bu stanoylarda yigitlarimiz mana bunday qilib lenta qilib tayyor detal holatiga keltirib olishadi. Ko'rishingiz mumkin. 9 yamli lenta kesilgan. Endi yuzalari loy bo'lyapti, e'tibor bermaysizlar. Kesib chiqilgandan keyin mana bunday detallarni faskalarni chaqlab berishadi. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu chang holatda turibdi. Yigitlarni chaqlashyapti. Ko'rishingiz mumkin. Artib beraman betlarini. Chotki 7 sm lentasi bu birinchi tikkaligi xolasi chaqlash boshlangan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu 30 lik ekrani u sokilimizdan farqli ravishda ekrani 30 lik bo'lgan. Mana bunday holatda nima tayyor bo'lmaydi desalaring, bu yetib bormaydi. Keyin joyiga qo'yish muammo bo'ladi, ulash muammo bo'ladi, orqasiga loy qo'yish muammo bo'ladi. Bu shunchaki namuna uchun, ya'ni abraziz uchun qilingan. Mana shunday ko'rinishda bo'ladigan maqsadda yig'ib tayyor qilib qo'yganmiz. Qanaqa bo'ladi deganlar o'tkalari, boshqalari. Hozir ko'rsatganimizdek endi 30 lik bo'lgan va xonadoningizga usta borgandan keyin xohlagan razmerida, xohlagan narsasini tayyorlab beramiz va ustalarni borgandagi ishi sizlarga mana bu rasmlarni o'zgartirish yoki mana lentalarni qo'shishni aytamiz. Misol uchun hozir tayyorlab bergan sokilimiz 63 metrga tayyorlayapmiz. Lekin mana bu nollar, 9 yamliklari ko'proq qilib beryapmiz. Sabab zinalarning oldi qismi uchun ham zakaz berishga va zinani tikkaligi 13lari ham qo'shilgan. Bunda ustaning o'rni juda ham katta bo'ladi. Shunga ham e'tibor berasizlar. Kimga shunday yarim tayyor mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar, lekin eslaringdan chiqarmanglar. Sizlarga usta albatta kerak, chunki bu yig'ilgan bo'lmaydi. Qora aslislarmi, qaymoq rang, seri yoki seri mramor bu Ko'ksaroy suyliqdan edi. Mramor kenti haqidagi ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.